Prezidentimizning joriy yil 19-mart kuni bo'lib o'tgan kichik va o'rta biznes vakillari bilan sohaning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish, rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan uchrashuvi tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Mazkur muloqotda belgilangan topshiriqlar asosida viloyatlarda kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashilib, ularning takliflari o'rganilmoqda. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida o'tkazilgan uchrashuv tafsilotlari bilan muxbirimiz tanishtirmoqchi. Uchrashuv avvalida ishtirokchilarga sohadagi yangiliklar, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar batafsil tushuntirildi. Hozirda bizning faoliyatimiz mobaynida ham xizmat ko'rsatish, ham undan tashqari oziq-ovqat do'konimiz bor. Faoliyat soliq oborotlarini to'lash mobaynida ozgina kichkina muammoga hal kelgan edik. Hozir viloyat soliq boshqarmasining boshlig'ini tadbirkorlarga berilgan uchrashuvlarda qatnashib, Mingbuloq tumani 5-toifaga tushganligi uchun bizda aylanma oborotdan 1% soliq to'lovchisi edik va bunda bizda hozir oziq-ovqat do'konimizda savdo faoliyatimiz mobaynida kasaporatga urilgan cheklardan shu 1% emas, 4% aylanma mablag'dan soliq ushlab qolish holatlari bo'layotgandi. Bu muammoni ko'tardim va bu masala bo'yicha biz o'zimizda o'sha boshqarmaga borib yoki kerakli xodim bilan gaplashishga ma'lum bir sabab tufayli vaqtimiz bo'lmagan yoki o'zlari bilan uchrashish imkoniyati bo'lmagan. Hozirda bu kelib biz bilan uchrashuv o'tkazganlari biz uchun albatta yaxshi bo'ldi. Muammolarimiz hal bo'lyapti. Ochiq muloqotda mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'z faoliyatlarida uchrayotgan muammolar bilan bo'lishib, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish va eksport imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha bir qator takliflarni ilgari surishdi. Uchrashuv natijalariga ko'ra bildirilgan takliflar umumlashtirilib, tuman tadbirkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar belgilab olindi. Husniddin Hamidov, Rustamjon Soqjonov, Ovoza informatsion dasturi uchun Namangan.